qiz tug'ib bir qo'limdan ishni oladimi desam, bular uxlagan. Ko'rpachani ham men yig'ishtiray, bularni joyini ham taxlay, prostini ham men yig'ishtiray bularni. Ko'rib edi, tayyor xizmatkor bor. Turdim onajon. Imona, sen ham tur. Imonaga indama, u hali kichkina maktab borish kerak, tez tushgin. Hoy, katta bilsin bilmasa. Ona, men o'qishdan keldim. Uy emas, bu muzey. Mana shu tortani 4 hafta bo'ldi. Uy qurib osilib o'tirganiga. Xuddi eksponatga o'xshab, o'li ham qarab o'tiribdi. Sizga aytyapti, ayol. Qani men o'z kelolman o'qishdan deya onamsan. Onajon, bu o'qishim yotoqxonasidan ko'rinmaykan-da, prosta berlar. Sen qanaqa qiz bo'ling, Imona, kallang bormi, olsang bo'lmaydimi shuni? Imonaga gapirma. U kichkina holi. Norvonga chiqib yiqilib tushib biron joyi sinsa nima bo'ladi? Alaka yaqin yiqilganman. Qanday kichkina ona? Bu nima kichkinami? Ho'kizday bo'libdi ham, bular qo'limdan ishni olmaydi. Hamma joy bilsigan. Birov ko'rsa bu qizlarni qo'li singanmi deydi. Erta yerga tegsa ko'tingga ikkita tepib haydaveradi. Chaqqon bo'linglar. Odam bo'lmaydi bular, odam bo'lmaydi. Onajon, bitta kapkirku yuvilmagan. Bo'yi yuvib ketdim hammasini. Imona yuvib qo'yishini men kiriylar. Yo'q, Imonaga gapirma. U holi kichkina. Bir nimani sindirib qo'yadi, yuvaman deb. Kapkir temirdan-ku, ona qanday sinadi? Qattaydi. Boshingga tuz. Assalomu alaykum onajon. Kakras kelganing yaxshi bo'ldi. Hozir mehmonlar keladi. Tez kirib ovqat solishtirganda chiqib mana havlini yuzini sipir suv sepib, devorlarni oqlash kerak ana tushayotgan joylari tez bu. Onajon, men hozir mana mehmon bo'lib keldim. Mana bir odamga o'xshab o'tirib, sizlar qilgan ovqatdan mehmon bo'lib yeb ketsam bo'ladimi, a? Mana go'rsoqda nima qiladi? Seni uying bu ishlar nimadirlar qil. Imonaga indama. Hozir ovqat qilaman deb bir joyini kuydirib qo'yadi. Erta o'qishga borish kerak, yerga tegish kerak. U kichkina u holi. Onang osh tizlada bu nima qachon katta bo'ladi? Bu katta bo'lmaydi-da bu. Kampir bo'lsa ham kichkina bachadi. Avaylanglar. Bu qo'l oyog'ing sinibmisan? Nima nogironmisan? Hech narsa qilmaysan. Nimaga men kichkina bo'lganmanmi? O'zing birdan katta bo'lib tug'ilganmanmi? Meni ham ayaysizlarmi? Adolat bormi?